Mamlakatimizda xalqaro talablar va standartlarga mos zamonaviy avtomobil yo'llarini qurish va rekonstruksiya qilish, avtomobil yo'llari tarmog'ini rivojlantirish va milliy transport infratuzilmasini yanada takomillashtirish maqsadida qator yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Jumladan, xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan M39 Olmaota-Bishkek-Toshkent Shahrisabz-Termiz avtomobil yo'li mamlakatimizning asosiy tranzit koridorlaridan biri bo'lib, bu yerda harakat jadalligi sutkasiga 50 mingtagacha turli rusumdagi va hajmdagi avtotransport vositalarining ulushiga to'g'ri keladi. Mamlakat rahbarining tashabbusi bilan M39 Olmaota-Bishkek-Toshkent Shahrisabz-Termiz avtomobil yo'lining 1255-1315 kilometri, jami 60 kilometr qismi xalqaro moliya institutlari mablag'lari hisobidan to'liq qayta qurilmoqda. Endi eski asfalt beton qoplamali yo'l o'rniga bu yerda ancha bardoshli sement beton qoplamali yo'l quriladi. M39 avtomobil yo'li 1255-1315 kilometrda, 60 kilometrda zamonaviy yo'l qurilish ishlari olib borilmoqda. Bu ishda xalqaro texnologiyalardan foydalanilmoqda. Bunda Turkiyaning Temusi kompaniyasi texnik nazoratni amalga oshirmoqda. Bu yo'l Qarashina shaharchasini aylanib o'tish ko'zda tutilgan, chunki shahar ichidan o'tsa tezlik kamayishi, aholiga xalaqit berishlar hisobga olingan va loyihada ko'rsatib o'tilgan 92 sm qalinlikda yo'l konstruksiyasi hisobga olingan. Buning uchun bizda birinchi sloy qatlami 25 sm qum shag'al aralashmasi, ikkinchi sloy ham 20 sm qum shag'al aralashmasi, umumiy hisobda 45 sm qalinlikda qum shag'al aralashmasidan asos qatlami quriladi. Asos qatlami qurilgandan keyin kam sementli qorishmadan asos qatlami quriladi 20 sm qalinlikda. Undan keyin esa asosiy tepa qatlam, ya'ni 27 sm beton qatlam qurilmoqda. Shu bugungi kunda mana shu beton qatlam qurish ishlarini ustida turibmiz. Xalq tilida G'uzor Dehqonobod yo'li deya ataluvchi mazkur trassaning aynan 3 kilometr qismi G'uzor tumanidan, qolgan qismi Dehqonobod tumanining markazi Qorashina shaharchasidan o'tgan bo'lib, bu yerda jami 25 ming aholi istiqomat qiladi. Avtomobil yo'llari qo'mitasi tomonidan Islom taraqqiyot banki va OPEC xalqaro taraqqiyot jamg'armasi bilan birgalikda umumiy qiymati 153.9 million AQSh dollari bo'lgan qayta qurish loyihasi ishlab chiqildi. Loyiha 2024-yil boshlangan bo'lib, 2029-yilga qadar davom etadi. Loyiha buyurtmachisi Avtomobil yo'llari qo'mitasi huzuridagi Avtoyo'l Invest agentligi, konsultant idora Turkiyaning Temelsu kompaniyasi. Bir qator rivojlangan davlatlarda yo'l va ko'priklarni qurishda ishtirok etgan Xitoyning ikkita yirik yo'l qurilish kompaniyalari pudratchi tashkilot sifatida rekonstruksiya ishlarini jahon talablari va xalqaro standartlar asosida amalga oshirmoqda. Shu kungacha yo'lning 15 kilometr qismi qurib bitkazildi va G'uzor tumani hududidan o'tgan 3 kilometr qismida allaqachon harakat tashkil etilgan. Bizim firmamız M39 yolu üzerinde inşa edilmekte olan Loyihaning ikkinchi loti 38-kilometrdamiz. Bu lot 23-kilometrdan 40-kilometrgacha davom etadi. Ikkinchi lot biz muhandislikda halqa yo'li deb ataydigan yo'l turi bo'lib, biz uni eski yo'lning 3-kilometr qismidan so'ng Qorashina shaharchasi ichiga burib yubordik. Bu yerda taxminan 13-15 ta qishloq bor. Bizning kompaniyamiz xalqaro konsalting kompaniyasi hisoblanadi. Biz loyihalash va konsalting xizmatlarini taqdim etamiz. Loyihaning texnik shartlarga muvofiq amalga oshirilganligini tekshiramiz. Bu FIDIK, Xalqaro konsultantlar federatsiyasi qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi. Bu yo'l 3 yil ichida qurib bitkazilishi kerak. Bizning maqsadimiz 2026-yil oxirigacha yo'lning 80% ikki tomonlama tugatish. Bu esa shu yo'lga o'rnatilgan drenaj tizimlari. Ular yo'lga tushadigan yomg'ir suvini to'playdi. Bizda ikki turdagi drenaj tizimlari mavjud. Ular qazilgan yonbag'irlarning pastki qismidan kelayotgan suvni yig'ib, yo'llar chetidan tashqariga chiqaradi. Bundan tashqari turbarosterlar bor. Ular yo'lga zarar yetkazmasligi uchun suvning u tomondan bu tomonga o'tishiga imkon beradi. Bizda bunday turdagi ko'plab ventilyatorlar mavjud. Aylanma yo'llar hisobidan 63 kilometrni tashkil etuvchi mazkur avtomobil yo'lida loyiha bo'yicha 8 dona ko'prik, 6 dona ikki sathli qayrilib olish joyi, 6 ta yer osti piyodalar o'tish joyi hamda 13 ta chorva mollari o'tish joyi o'rin olgan. Mazkur yo'lni rekonstruksiya qilish natijasida avtotransport vositalari uchun qulaylik yaratiladi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar, tadbirkorlik subyektlari uchun keng imkoniyatlar tashkil etiladi. Zamonaviy transport yechimlarini qo'llash natijasida avtotransport vositalarining xavfsiz harakati ta'minlanadi, avtomobil yo'lining o'tkazuvchanlik darajasi ortadi. Jarayonlar 3 lotga bo'lingan holda amalga oshirilmoqda. Bizning kompaniyamiz O'zbekistonda ancha yildan buyon faoliyat yuritib keladi. M39 Toshkent-Termiz avtomagistrali bizning O'zbekistondagi
3-chi loyihamiz. Bundan oldin Nukus-Benio avtomobil yo'lining 120 km qismini sement beton qoplamali qilib qurib topshirganmiz. Bundan tashqari Buxoro viloyatida 78 km uzunlikdagi yo'lni qurganmiz. G'uzor Dehqonobod yo'lidagi rekonstruksiya obyektida 1 va 2 lotlar bizning kompaniya tomonidan amalga oshirilmoqda. Biz o'zimizga biriktirilgan 40 km yo'lning har ikki tomonini yil so'ngiga qadar yakunlash niyatidamiz. Bu yil ob-havo yog'ingarchiliklarga boy bo'ldi. Yomg'ir, qor ko'p yog'di, sel kuzatilyapti. Shu bois bir kunda 450-500 metrga sement beton qoplama yotqizyapmiz. Kunlar isib ketsa biz sutkasiga 1,5 kilometrgacha masofaga sement beton qoplamasini yotqiza olamiz. 3-lotda endi boshqalar singari bizda ham yer ishlari qiyinroq, keyin bizda inert materiallarni, tuproq materiallarini yo'l asosiga ishlatib bo'lmaydigan tuproqlar juda ko'p bizda. Bizga Atkosdan olgan tuproqlarimizni hammasini shu jarliklarga chiqarib olmizda, o'rniga boshqa yaxshi joydan tuproq olib kelib, o'sha shag'al aralash, tosh aralash tuproqlarni olib kelib ishlatib olamiz. 7 kilometr sement beton qoplamasini yotqizdik. Qolganligi hozir o'sha asos ishlari, tuproq ishlari, yer ishlari hammasi bajarilib kelmoqda. Loyiha doirasida pudratchi tashkilotlar tomonidan jami 238 ta maxsus texnikalar va 500 nafardan ortiq mutaxassis ishchi xodimlar jalb etilgan. Shu kungacha pudratchi tashkilotlar tomonidan qurilish-montaj ishlari, barcha lotlarda quvurlar, kommunikatsiyalar va boshqa inshootlarni qurish ishlari, yer ishlari, 30.9 ming kvadrat metr sathda yo'l poyini ko'tarma ishlari, 283.2 ming kvadrat metr sathda yo'l poyining yuqori qatlamini tekislash ishlari, 1481 ming paganometr drenaj ishlari, 223.8 ming kvadrat metr maydonda asos qatlami ishlari, 179.7 ming kvadrat metr sathda mavjud asfalt beton qoplamani demontaj qilish ishlari, 12.096 kilometr uzunlikda bir tarafda, 2.096 kilometr uzunlikda ikkinchi tarafda sement beton qoplamasini qurish ishlari bajarildi. Shuningdek, loyiha doirasida maqbullashtiriladigan va iqtisod qilinadigan mablag'lar hisobidan umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarida vazn va hajm parametrlarini nazorat qilish punktlari barpo etilishi nazarda tutilgan. Yashil hududlarni barpo etish maqsadida loyiha doirasida rekonstruksiya qilinadigan avtomobil yo'llarining yo'l bo'yi mintaqalarida iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda manzarali daraxt va terak ko'chatlari ekiladi.